qizlar o'g'il boladan aqlliroq deb o'ylaysizmi? Да, наверное. Keling, hozir buni tekshirib ko'ramiz. Hop. Hozir любой bitta o'tib ketayotgan o'g'il bolani to'xtataman va oddiy maktab savollarini beraman ikkalovlarga. Kim ko'proq javob bera olsa, o'sha yutadi. Давайте. Bular aytayotdilarki, qiz bola o'g'il boladan aqlliroq deyaptilar. Keling, hozir tekshirib ko'ramiz. Agar siz yutsangiz 100 ming so'm beraman. Siz yutsangiz, sizga 100 ming so'm beraman. Birinchi 5 ta to'g'ri javob bergan yutadi. Eng katta cho'l. Sahara. Noto'g'ri. Австралия? Bitta podskaska. Muzli joy bu. Antarktida. Antarktida to'g'ri javob. Piza minorasi qaysi shaharda joylashgan? Shana. Livan. Рим. Rim. Noto'g'ri. Venetsiya. Venetsiya noto'g'ri. У нас географии вообще не было. Давайте maktab savoli. Пиза shahrida. Piza shahrida to'g'ri, bir. Любой 7 ta mo'jizadan bittasini aytinglar. Piramida. Piramida 2-1. Qizlar o'tib ketyapti. Yo'q. Eng issiq qit'a. Ha, qit'a. Afrika. Afrika. To'g'ri. Dunyodagi eng baland bino. Eng baland bino. Dubayda joylashgan. Tak. Ay, men borgan o'sha yoqqa. Nima eslayapman? Burj Xalifa. Wow! O'g'illar o'tib ketyapti. Eng katta hayvon. Fil. Кит. Kit to'g'ri. Endi eng kichkina qush. Kalibri. To'g'ri. To'g'ri. Eng kichkina materik qaysi? Machirik. Qit'a. Qit'a. Grenlandiya. Grenlandiya noto'g'ri. Avstraliya. 5-3. Tabriklaymiz. Поздравляю. Kim aqlliroq endi? Keltirib berdik mana. Bo'ldi.